Hop, ana endi nishatama. Boshda o'zi bormi dema, if dema, password bormi? Passwordni yozdimi u odam dema. Shundaymi axir? Bor yo'qligini tekshiraman. Yo'q bo'ladigan bo'lsa nishatama xato berishim kerak, shundaymi? Validation error bilan beramiz. Neden keladi? From Django'ning ichidan, core'ning ichidan exit. Validation error. Shundaymi? Validation errorlar no'da qaytadi, raise'da qaytadi. Shundaymi? Validation error bu deymiz. Siz parolni bo'shga kiritmadingiz. Deyishim kerak. Lekin ikki passwordni ham tekshirishim kerak. Nechataman? And demandan no dema? Confirm password. Qaysidir parolni kiritmadingiz deyishim kerak. Shundaymi axir? Bombosh qoldirdi. İkisinden biri bomboş qolsa mantiq yo'q-ku tekshirganda. Va dema va yana bir-birine teng bo'lmasam xatolik beramiz, bo'ladimi? No deymiz? Password teng emasmi dema? Teng emasmi? Confirm passwordga. Endi bu xatolik o'zgartiraman, no dema? Parollar mos emas deb qo'yaraman, shundaymi? Bo'sh ham shuning ichida, hamma narsa shuning ichiga kirib ketadi. Ana endi sizlarga savol. İkisini tekshirdik. Cho'tki tekshirdik, shundaymi? No deb tekshirdik. Bir-birine o'xshashligini tekshirdik, bo'sh emasligini tekshirdik. Endi yapra dasturlardan ro'yxatda o'tchak bo'lsa, kur bir-biriga girsang xato deydi, bilasizlarmi? Ha? Kur ani girsang ham xato deydi, ya query desang ham xato deydi, shundaymi? Easy parol, oson parol. Shuni noda tekshiradi desangizlar, Django ham shunday narsa bu, ina qarang, settingsda bu Aus password validation'da o'zi tekshirib berib qo'ydi. Ina minimal uzunligi, passwordning o'xshashligi boshqa odamlarga keyin faqatgina sonlardan iboratmi deb tekshirib qo'ydi. Shuni ishlatishim kerak. Maybe de ishlatib ketishim kerak. Uni nishatib ishlataman desangiz, chorib olamiz boshda. From Django'ning ichidan, contribute'ning ichidan, Aus'ning ichidan password validation'dan import etaman. Uni password validate password chorib olaman. Endi tekshirib qo'yaman. If dema, no dema. Любой bir passwordum azam bo'ladimi? Ikkisi ham bor. Sababi ibnda agar yo'q bo'ladigan bo'lsa, bir xato berib beradi. Shundaymi axir? Endi любой birini oldim, tekshirib qo'yaman. Nechataman? Validate passwordga bo'lgani passwordimni berib qo'yaman. Tushunarlimi? O'zi tekshirib beradi. Xatolik bo'lsa o'zi chiqaradi. Endi nechataman? Endi bo'ldi. Returnab turib, non qaytaman, clean datani qaytarib beraman. O'zgartirib, tekshirib hamma o'zini bo'ldi. Deymi? Hamma o'zini tekshirib bo'ldi. Endi savol. Men inputdan qiymat kiritdim. Parolima 2002 20 20 dedim. Shundaymi? Yana 2002 20 20 dedim. Shundaymi axir? Bazaga nishatib yozadi. Inputda olgan vajini to'g'ri yozadi. Shundaymi? Bize parolni nishatish kerak, hashlash kerak. Buning uchun nishatamiz. Yana bir funksiya yozib beramiz. Ya'ni save metodini o'zgartiramiz. Save degan metodini o'zgartiramiz. Tushunarlimi? Buning uchun nechik bo'ladi desangizlar. Xo'p, bu nechik bo'ladi desangizlar. ibida birinchi true deb olamiz. Commit'ini true deb. Xo'p, endi nechik bo'ladi? Qaranglar, user degan o'zgaruvchimi, prosta o'zgaruvchimi, superdan nishataman. Save'ni, commit'ini false qo'yib turaman. Ya'ni obyekt yaratadi, hali parolni hashlamadi. Tushunarlimi? Endi nishataman. User degan o'zgaruvchimda password emas. Beda set password adashmasam shunday. Xo'p, endi set password degan funksiya orqali nishataman? Parolimni chetib olaman? Hashlab olaman. Parol olish nechik bo'ladi? Savol.
Yine imçek etip alışlamamız gerek bakı. Nodalama super clean'den get etip aslında yine super clean'in onuna bu clean datan onuna super clean koyuş mümkün bakı. İşetemiz eken super deme. Super koysacağımız. İşetemiz ki nokta koyamız. Clean. Clean. Bäbir clean data degen veci beramakı mantık çıkatta şunu imana denglep koyupmuzku. Kim bundan ki noda koyupmuz. Get dep turup no deymiz. Password'u berip koyamız. Ana endi hali saklamadık bunu. Full set obyekt yaratıp turttu. Hali saklamadı. Saklaş üçün işetemiz. If commit'im boladigan bolsa nişetdime user'ımı nişetdime şu user'ımı sevetse buldu. İşetemiz eken şunda user'ını save kılamız. Commit'e no deymiz. Commit yaz şart mı? Yok. Hay? If commit degen yani UJB'de true beradi-ku. İbu hiçlap bolgandan keyin İbu commit'ini beradi. True ku özü. True bolsa içi becerli düşündüğümü. User save kılat. Indi nişetemiz bede. Boldu return et turup nonu kaytaramız. User'ı kaytarıp koyamız. Bu yine şu faydalanıcı rohatda ötkiriz. Indi mesela username'i teşkilsek de boladı. First name'i teşkilsek de boladı. Mesela first name'i kimdir boş kaldırıp gitadi, şundaymi? Waydaram teşkil ketsek de boladı. Bemalol. Hop. Endi view yazışlamamız gerek. View. Hop. Davam ettiremiz. Endi qaranglar, bize forum yazıp bolduk. Endi forum çağırıp alamiz. From user sapından non çağırama user sapından forum'dan non çağıramız import. Bize no degan forum yarattık. Register user creation degan. Şundan endi bize funksiya yazamiz. Def register degan. Avval nechta yazamiz edi? Request shundaymi? Ana endi ne chiqib qoladi? Avvalgindek if shu metodni tekshiramiz. If metodi no deymiz edi? Requestni metodi deng postga. Shundaymi? Deng bo'ladigan bo'lsa xato ketdimi bir? Postga deng bo'ladigan bo'lsa no deymiz endi. Tis xatomi buni? Yo'q, tis to'g'ri. Xo'p, endi forum degan o'zgaruvchi bu user creation forumni beraman. Tushunarlimi? Shuni ishlat deyman men. User creation forumni ishlat deyman. No? Yo'q, register forum. Mana qaranglar, ma'lumotlar kelishi kerak. Request'dan no bo'lib keladi, post bo'lib keladi. Tushundingizlarmi? Endi nechataman shu forumni tekshiraman. Ya biza nelar yozdik-ku, is valid deb tekshiraman. Tushunarlimi? Is valid desam, u hamma nalarni tekshirib beradi, yozgan funksiyalarim. Agar valid bo'ladigan bo'lsa, forum yo'q, if bilan berish kerak edi buni. If is valid forum is valid bo'ladigan bo'lsa, forumni nuqta save qilaman, saqlayman. Yana aslında yine o request bir narsa deb yozamiz edi, yodlaysizlarmi? Necha deb yozamiz edi? İbide first name'ini first o'zini denglab, ikki marta first name takrorlanadi. Tushundingmi? Asosiy bu view'da no ishlatchekini aytasan bu yerda. Tushunarlimi? İbida logikani, ma'lumot olishi hech qachon view'ga yozilmaydi. Tushunarlimi? Endi qaranglar, bo'ldimi shu bilan desangizlar, yo'q, bo'lmadi. Ishlatamiz. Ay. Eshitmalar qaytarishlarimiz kerak maxfiy ro'yxatda o'tkazish uchun. Buni chiqib bo'ladi desangizlar. Return bilan render orqali